hammasi disdan boshlangan. Yo'q, odatdagidek emas. Ular maqsadli va qatorlari moslangan. U payt diyor disdan chiqib ketgan paytlar. Moqina, mp3uz, voydot.net saytlar, himoyalanmagan kopiraytlarda shu Viber ishlagan paytlar. Shunda biz uchovlon chiqdik egri tog' tomon. O'rnatdik zo'r standart, ya'ni bizdan boshqasi yomon. Eshitdik qancha tanqid va maqtovlar ham har zamon. Bizga bo'lgan yagona production bu telefondagi Bluetooth tamom. Dalshi boshladik revolyutsiya, dekonstruksiya va rekonstruksiya. Tekstlarga qo'shildi ma'no, mantiq va maqsad degan funksiya. Bizdan-da yuqori rap tekst egasi borligini ta'kidlasangiz biling. Unda Dr. House aytganidek borib miyangizni MRT qiling. Eski jo'shqinlik, eski kuch, tuyular go'yo yorqin tushdek. Biling, axir aytishganidi-ku, kemani qanday nomlasang shunday suzadi. Prikin. Bugun yengil gapirsam, andisha notini qo'rqoq qo'yma. Shunchaki men deb gapirish qiyin bo'lgani uchun biz deb gapirdim. Ciao. Kimda bor hali kecha ishlatilmagan diplom yoki kimdir byudjetiga bergandikmi teplo? Toki hayot senga atagan lavozimi bor yo'g'i kuryer bo'lsa-chi, hech qachon ushalmaydigan orzuying xayolingda rejadek qolsa-chi. Bu paradoksni yengaman deb hayoting bilan kurashgan, lekin shaxsiy hayot, shaxsiy prinsiplar sana atrofingni muammolar bilan uğraşgan. Kurashgan erishadi deyishadi, lekin yutqizganlar ham to'ymas kurashga. Bosh olib ketging kelsa-da, lekin nima qilasan, sabring yetmasa hatto qor kurashga. Bu fakt. Psixolog emasman, no. To'g'ri yasha demasman, no. Manam senga o'xshab harom emasman, no. Goh hayotga bas emasman, qara. Mesopotamiya haqida nimani eslab qolardim, bu TikTok. Kimdir kimgadir aytgan ekan, hayotni bilmaganlar hayotni nikto. O'ylashi mumkin kim bu alamzada notanish so'zlar va notanish tarzida ehtiyot bo'ladimi har bir frazada, yurdimi azada sektor gazada. Eski fantaziya terminator, balki konspirologiyada illuminator. Bugungi sun'iy intellektlar tabiiy intellektdan ancha murakkabdir. Bu anti-utopiya yo'qmidi hech qachon oziyam ko'piya. Muzika bu ko'ngil uchun bo'lsa shariat, vaqt topish uchun bir teoriyami? Nima seni qutqarardi qurilishdagi ishdan tugamas qishdan? Yomg'irda kech qolganingda avtobusga tushinasan abadiy charchading ishdan.